Bu reklam emas, mon qaranglar. Kechqurunda Qirg'iziston Qorasu shahrimizni, mo yubileyni yo'lda bo'yidan bitta katta busda mana tovarimiz popbet chiqibdi kelar. Endi biz buni topmoqlik. Buni indamasa hazm qilsak ham bo'lardi. Yo'q, uni qilmaymiz. Buni o'zini egasi, o'zini hisobi, o'zini haqqi bor ekan. Shuni hisobidan sarga bir qator e'lon qilib qo'yapmiz. Shuni mana egasi, ya'ni Qirg'iziston Qorasu shahrini Xoq Center, ya'ni Ismoilota masjidni oldi. Bu tomoni Rovdiga, bozorga ketadigan svetoforimizni, ya'ni parkda oldidagi mana Lyubimi magazinimizni to'g'risida yo'lni ko'rsating. Shu yerda shomdan keyin bitta oq busdan popbet tushib qolgan ekan. Men videolarini qo'yib beryapman. Endi hozir buni e'lon qilsak, hamma meniki deb olsa kerak. Yo'q, buni egasini topishlik uchun ichida nima borligini aytmaymiz. Sir bu. Buni egasi o'zi nimasi tushib qolgan, nimasi yo'qolib qolgan, yaxshi biladi. Shuning hisobidan u bechora shunga assalomu alaykum. Shu kungacha istab kelmayapti. Endi u bechora qara tushib qolgan, qaramizni bilmaydi. Shuni e'lon qilib qo'yaylik. Shunaqa bir eshitib qolgan, bilib qolganlar bo'lsa, bir bunga yetkazib olinglar. Endi shu bitta odamni bir ozgina hojat chiqib qolsa, biz ham xursand bo'lamiz. O'rtada sababchimiz akalar. Shunaqa bir xabari bo'lib qolsa, xudo xolasa, men telefon nomerlarini yozinglarchi. Xo'p, 0755 77 21 77 0755 77 21 77. Endi buni ishlashi yomon bir qimmatbaho narsa bo'lishi ham mumkin. Buni endi sir bo'ladi. Buni aynan hali busdan papda tushib qolgan akamizgina biladi buni nimaligini. Shu aloqaga chiqib qolsalar, xudo xolasa mana bemalol kelib, shu yerda men Lyubimi soda borvon tagida qassobxonada o'zim amakim, ya'ni akam turadi. Bemalol telefon nomerlarini aytib, bog'lanib olib ketsanglar bo'ladi. Akalar, hamma tinch bo'linglar. Allohga omonatlar. Alsat Genji kanali o'zildim. Jana sizning xizmatingizda.